Surxondaryo tepaliklari orasida O'rta Osiyoning eng g'aroyib minoralaridan biri Jarqo'rg'on minorasi ko'kka bo'y cho'zadi. Bir qarashda uning devorlari loy va qumdan emas, balki matodan to'qilgandek ko'rinadi. 16 ta yarim ustun bilan bezatilgan gofrlangan yuzasi vaqt shamolida qilpirayotgan zarrin kimxobni eslatadi. 1109-yilda Sulton Sanjar farmoni bilan barpo etilgan bu me'moriy mo'jiza qisman saqlanib qolgan bo'lsa-da, uning 21,6 metrlik balandligi kishini hayratga soladi. Minorani oltin kamar kabi o'rab turgan kufiy yozuvlarida Qur'onning Allohning masjidlarini faqat unga va qiyomat kuniga iymon keltirganlar obod qilur degan oyati hamon saqlanib qolgan. Bu go'zallikning muallifi Sarax shahridan bo'lgan me'mor Ali ibn Muhammad bo'lib, uning nomi tarix sopoli uzra mangu muhrlangandir. Inshoot nafaqat o'zining qadimiyligi va murakkab qurilishi bilan, balki Markaziy Osiyoda ko'p burchakli poydevorga ega yagona minora ekanligi bilan ham noyobdir. 16 qirraning har biri yuqoriga spiral shaklida ko'tariladi. Bu yerda bir paytlar 43 metrga yetgan muazzin maydoni bo'lgan. Bugun esa faqat vayronalar qolgan, biroq ular kitoblardan ko'ra ko'proq so'zlaydi. Tarixchilar hanuzgacha bahs yuritmoqdalar. Minora yaqin atrofda izlari topilgan ulkan masjidning bir qismi bo'lganmi yoki hokimiyat, e'tiqod va muhandislik jasoratining alohida yodgorligi sifatida mo'ljallanganmi? Arxeologik topilmalar nozik konstruktiv yechimlardan darak beradi. Aylanma terish usuli, ravoqli teshiklar, to'rt burchakdan doiraga yumshoq o'tish, bularning barchasi me'morchilik san'atining yuksak darajasidan dalolat beradi. Jarqo'rg'on minorasi Xuroson, Shimoliy Hindiston, Samarqand va Termiz madaniyatlari chorrahasida dunyoga kelgan. Uning shakllari G'azna va Bihar minoralarini esga solsa-da, mahalliy ruh, jonajon tuproq quvvati va nafis go'zallikni o'zida mujassam etgan. U go'yo toshga aylangan azon, asrlar oshiq quloqlarga emas, balki ko'zlarga va qalblarga xitob qiluvchi abadiy vazdir. Bugungi kunda minora davlat himoyasida qayta tiklangan va ziyoratchilar uchun ochiq. Ammo eng muhimi, u har bir g'ishti ibodat, har bir naqshi ma'rifat yo'li bo'lgan o'rta asr sharqining go'zalligi, yo'qolgan aniqligi va falsafasining qo'riqchisi bo'lib qolmoqda.